Yaxşısınızlar, bugün sizlerge Huamonji'nin etiz uslubini olib keldim. Amsa tatlılar videoda bo'lsin. Masa bilan mifan yeb qolmanglar, lekin amma ishqash mifan gap yo'q yeysizlar. Suv quyib, suv qaynamagan vaqtda to'q go'shtini silib, qaynatib suzib avvalimiz qozonga moy quyib, moy qo'zg'andan keyin shakarni silib, shakar popo chiqchi, ya'ni mushaq sag'ush bo'g'ichi aralashtirib olamiz. Endi mush to'g'on sag'andan keyin ishni qo'yib olamiz tuz bilan birga. Endi ma to'g'imiz shunda qizil bo'lib chiqadi. Mendan shakan tez qo'ysa cho'ng'istamning mush qo'gu tayyor tez qo'ysa, mendan cho'charimda yoki chibojini zatasanlar bo'ldi. Ish qiltam chiqdi, 4 xalta chiqdi, jimo qizamish prinsalizda. Aralashtirib bo'lgandan keyin shunda mizik piroq chiqdi. Endi so'ng piyoz, lazan silib davomli aralashtirib olamiz. Azroq jon yo'l savitimiz texim qizil chiqdi. Aralashtirib bo'lgandan keyin azroq oqmush, azroq qaramushlardan savitib yana davomli qo'yamiz. Oqmush shu qaramushlarni tamni shunda bilan kirgizdi. Endi yon yo'l savolimiz qizlar tekshir aralashtirib bo'lgandan keyin qozonga suv qo'yib olamiz. Suvning miqdorini bek jiq qilib etmaymiz. Yon yo'l pishsa bo'ladi. Go'shtimiz pishib bo'ldi. Endi biz silab tayyor qilgan shangu bilan azroq xiymor, ya'ni qirin quloqlarni savitimiz. Tekshir aralashtirib tuz ta'min etib, mush yon yo'l pishqichi qaynatib olamiz. Mana xominjerimiz tayyor bo'ldi. Shunda o'xshadi jumuqlar ta'mi bek payzi. Ko'klaza, qizlaza samzaqlarni siz tekshir aralashtirib iste'mol qilsak bo'ldi. Tiyenzan qancha qo'yinglar. Xullas, ustidan pilinjik altiraqmi yoki gullarni yolab qo'yinglar. Kelasanda ko'rsaylik, xayr xo'sh.